Mana shu katta tahoratxonamizni boshidan boshlab qurilishi boshlanishidan boshlab mana shu hozir ichkarida ishlayotgan 70-yilgi akalarimiz 70-yilgi akalarimiz mana yig'ilyapti, yana komandasi yig'ilyapti. Mana shu 70-yilgi akalarimiz shuni qurilishi boshidan boshlab shu tahoratxonani o'zlariga ajratib olgan obyekti bo'lib, shu obyektni oxirigacha mana o'zlari qatnashyapti. Boshidan oxirigacha. Assalomu alaykum. Shu akalarimiz boshidan oxirigacha mana o'zlari mana. Xalq kelinglar, bunday savobdan bexabar qolmanglar insonlar. Ana. Burka territoriyasi qo'ying, mana shu yerda savob bo'ladi ulg'ayib kunlar. Hammaga iltimos kelinglar. Savobdan qolmanglar. Alisher aka, xormang. Akamni o'zi ham mana Zangatada yashaydi aslida. Zangatadan kelib mana hasharlarda qatnashib ketadi. Kechayam kelgan bu. Kechayam ishlagan. Ha. Adresimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani O'jakent mahalla fuqarolar yig'ini Gul jome masjidida. Hali 70-yilgi akalarimiz to'liq yig'ilmagan, qolganlari bor yana. Hali keladi yo'lda. Chaqirmadi. Ha. Mana. Boshidan oxirigacha mana shu tahoratxonani hozirgi kungacha mana o'zlari ishlab kelmoqda. O'zlariga ajratib olgan obyekti bu akalarimiz 70-yilgilar.